Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Ijozatlaringiz bilan Termiz tumanida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida axborot beraman. Termiz tumanida 2025-yilda 1516 ta oila yoki 6945 ta a'zolarini kambag'allikdan chiqarish va kambag'allik darajasini 7,5% dan 3,7% ga tushirish reja qilingan. Bugungi kunda tuman bo'yicha jami 2645 ta oila yoki 10,892 ta oila a'zolari kambag'allik reyestriga kiritilib, 1845 ta yoki 7536 nafar a'zolari reyestrdan chiqarildi. Kambag'allik darajasi 3% ga tushirildi. Reyestrga qolayotgan 800 ta oila yoki 3357 ta nafar a'zolarining 200 ta oila yoki 642 nafari nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar yoki olg'ish shaxslar qizil toifa, 600 ta oila yoki 2715 nafari sariq toifa hisoblanadi. Dastur ijrosi bo'yicha 1516 ta kambag'al oilalarga jami 119 nafar, shundan 22 nafar viloyat, 97 nafar tuman tashkilot rahbar o'rinbosarlari biriktirildi. Kambag'al oilalarga individual tuzish bo'yicha so'rovnoma natijalariga ko'ra 2645 ta oilalarga reyestrga kiritilib, ushbu oilalarga individual tuzildi va 17737 mingta 6 turdagi xizmatlar biriktirildi. Xususan, barqaror bandlik va yuqori daromad yo'nalishida 3097 ta, mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishida 1254 ta, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish yo'nalishida 11707 ta, kafolatlangan tibbiy xizmat yo'nalishida 701 ta, ta'lim va kasb-hunarga o'rgatish yo'nalishida 718 ta, uy-joy sharoitlarini yaxshilash bo'yicha 260 ta xizmatlar ko'rsatish belgilab olingan. 2025-yil o'tgan davrda individual asosida 2645 ta oilaga yoki 10842 ta a'zolariga kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan 20893 ta xizmatlar ko'rsatildi. Jumladan, barqaror bandlik yo'nalishida 1766 ta oilaga yoki 7486 a'zolariga kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan 3345 ta xizmatlar ko'rsatildi. Bunda oila a'zolarining 1089 nafari doimiy ishga joylashtirildi, 532 nafariga imtiyozli kreditlar ajratildi, 58 nafariga fuqarolar sudek subsidiya ajratildi, 1354 nafari tadbirkorlikka jalb qilindi, 302 ta nafariga kasb-hunarga o'qitildi. Ta'lim va kasb-hunarga o'qitish yo'nalishida maktabgacha maktab ta'limi boshqarmasi tasarrufidagi ta'lim muassasalari tahsil oluvchi 1845 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning 2744 nafar o'quvchi farzandlari umumta'lim maktablarida 658 nafari esa davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tahsil olib kelmoqda. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning 1643 nafar farzandlari umumta'lim maktablarida maktab direktorining buyrug'i bilan turli fan, sport va xorijiy til to'garaklariga biriktirilgan. Jumladan, sport to'garaklariga 105 nafar o'quvchi yoshlar sportning shaxmat chashka, 140 nafari futbol, 70 nafari voleybol, 89 nafari basketbol, qolgan 110 nafar turli sport to'garaklariga, fan to'garaklariga 150 nafar o'quvchi yoshlar matematika, 98 nafari ona tili, 263 nafari kimyo biologiya, 41 nafari tarix huquq va qolgan 50 nafari turli xil fan yo'nalishlariga to'garaklariga. Xorijiy tillarga esa 145 nafar o'quvchi yoshlar ingliz tili, 98 nafari rus tiliga, 30 nafari nemis tili to'garaklariga jalb qilindi. Kasb to'garaklariga, maktabdagi kasb-hunarga 50 nafar o'quvchilar jalb qilinib, xususiy tayyorlov kurslariga jalb etilgan o'quvchilar maktablarning 1-4 sinfi 7 nafari, 5-9 sinfida 188 nafar, 10-11 sinflarda 80 nafar tashkil etib kelmoqda. Kafolatlangan tibbiy xizmat ko'rsatish yo'nalishida individual ijroga asosan 1845 ta oila yoki 7536 nafar kambag'al oila a'zolari tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, 129 nafarining davolanishi yo'llantirildi, 221 nafariga bepul dori-darmonlar berildi. 9 nafariga respublika tibbiyot muassasalariga order berildi, 3 nafarining murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish yo'nalishida 7536 ta kambag'al oila a'zolariga 7957 ta 97 turdagi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatildi. Shundan 96 nafariga psixologik va yuridik yordamlar ko'rsatildi, 5 nafariga nogironlik belgilandi, 15 nafariga texnik vositalar tarqatildi, 14 nafariga vasiylik belgilandi, 7 nafari reabilitatsiya qilindi, 8 nafari yuridik xizmat ko'rsatildi, 2 nafari keksa yoshli fuqarolarga nafaqalar tayinlandi. 35 nafariga Saxovat va ko'mak jamg'armasidan, 704 nafariga bolalar nafaqasi moddiy yordamlar tayinlandi. 800 nafariga tabiiy gaz va elektr energiya xarajatlari bo'yicha kompensatsiya to'lab berish bo'yicha arizalar olindi. Bundan tashqari kambag'al oilalarga biritilgan 119 nafar rahbar o'rinbosarlar tomonidan
1068 ta kambag'al oila a'zolariga ko'mak, yordamlar, xizmatlar ko'rsatildi. Yo'nalishlar kesimida tahlil qilinganda 478 ta oilaga 1 milliard 300 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 290 ta oilalarga 1 milliard so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 10 ta oilalarga 19 ta chorva, qoramol, qo'y, echkilar, 89 ta oilalarga 930 bosh parranda, 112 ta oilalarga 324 million so'mlik har xil turdagi issiq kiyim-kechaklar va 89 ta oilalarga 577 million so'mlik uy-joyini ta'mirlashga ko'maklashildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.